Tasavvur qiling, mashinada amortizator bo'lmasa, har zarba to'g'ridan-to'g'ri mashina kuzoviga tushadi. Tizzada ham xuddi shunday. Artroz boshida og'riq kuchli bo'lmaydi, lekin asta-asta sekin kuchayadi. Bilarmidingiz, tizzadagi oddiy og'riq kelajakda jiddiy kasallik artrozga olib kelishi mumkin. Ko'pchilik bu og'riqni e'tiborsiz qoldiradi, lekin bu katta xato. Artroz bu nima? Artroz bu shu ikkita bo'g'inlarimiz, ya'ni suyaklarimizni bir-biriga yaqinlashib, Minsk va o'sha Minsk orasidagi suyuqlikni qisishi bosh sabablari hisoblanadi. Tasavvur qiling, mashinada amortizator bo'lmasa, har zarba to'g'ridan-to'g'ri mashina kuzoviga tushadi. Tizzada ham xuddi shunday. Artroz boshida og'riq kuchli bo'lmaydi, lekin asta-asta sekin kuchayadi. Belgilari: ertalab qotib qolish hissi, yurishda og'riq, zinadan chiqqanda qiynalish, tizzada qisir-qisir ovoz, dam olgan paytimizda tizzadagi og'riqni kamayishi. Odamlarda artrozda shu xatolarni ko'p qilishadi. Birinchisi, dori-darmonga katta e'tibor berib, kerak emas ukollarni ko'p olishi bo'g'in sohalaridan. Artrozda odamlar katta xato qilishlaridan sabablari, birinchisi bu og'riq paytida nagruzka berib, ya'ni bosimni kuchaytirib tizzaga mashqlar qilishimiz. Bu yengillashtirish o'rniga qaytanga jarohatni ko'paytirishga sabab bo'ladi. Bilib bilmasdan noto'g'ri qiladigan mashqlarimiz. Ikkinchi qiladigan xatolarimiz: og'riq kuchaygan paytda bilib bilmasdan og'riq qoldiradigan preparatlarni iste'mol qilishimiz yoki bo'lmasam kuchli gormonlarni tizzamizga olishimiz. Bu nima yordam beradi? Tizzamizdagi vokalni, ya'ni o'sha og'rib turgan zonamizni og'rig'ini vaqtinchalik qoldiradi, ammo u yerda kasallikning ildizini olmaydi. Bu bosim ortgani, kuchaygan sari og'riqlar qolishi mumkin, lekin o'sha yerdagi bosim artroz, ya'ni siqilishlar stepini baland bo'lib ketishiga olib keladi. Bu narsa o'sha yerda bo'layotgan muammoni kattalashishiga olib keladi. Biz bu og'riqni bilmasdan og'riq qoldiruvchi ukollar olganimizdan keyin harakatda bosimni ko'paytiramiz yoki yuk ko'taramiz. U yerdagi jarohat ortib borib va jiddiylashishiga sabab bo'lib qolamiz. Uchinchi xatoliklardan biri bu o'sha tizza bo'g'imiga oladigan juda ko'p gormonlarimiz. Bu nima qiladi? Gormonlar suyagimizdagi o'sha mineral moddalarni, bizlarga kerak bo'lgan minerallarni chiqazib yuboradi va suyak mo'rtlashishiga olib keladi va u yerdagi artrozni kuchayishiga sabab bo'ladi. Agar sizda tizzangizda og'riq, artroz belgilari bo'lsa, unda hech xavotirga tushmang. Birinchi o'rinda nima qilish kerak? Tizzani bo'g'imini ushlab turadigan mushaklarimizni tekshirish kerak. Agar bu mushaklar bo'sh bo'lsa, uni quvvatga keltirib, tizzamizni ushlab turadigan mushaklarni quvvatga keltirmasdan artrozni davolab bo'lmaydi. Buning uchun bizning yangi metodikamiz kinezologiya pediater uslubida. Buning uchun tizza bo'g'imini ushlab turuvchi hamma muskullarni test orqali aniqlab, ularga quvvat olib kelib, bu narsani to'liq davolashning imkoni bor. Agar sizda shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, tizzangizda bizga aloqaga chiqing yoki bo'lmasam kommentariyada tizza so'zini yozib qoldiring.